Siyosiyonlardan dağlıq çolpanlargacha Mesut Özilni ve Uygurlarning qo'llash sepiga qo'shildi. Dağlıq musulmon naqshchi Mayr Zayin Mesut Özilni qo'llab e'lon qilgan uchurda mundaq dedi. Bir çolpan uchun Mesut Özil qilgandek Uygur qarindoshlarimiz ham hamshiralarimiz Xitoyda uchrayotgan xo'rliqlarga qarshi gap qilish zo'r jasorat talab qiladi. Qarindishim haqqoniyat uchun ko'krak kerib chiqqaniga rahmat. Şunun bilan birga Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo Xitoy Kompartiyasi o'z tashviqot vositalarida Mesut Özil hamda Arsenal komandasining nomlarini qora tizimlikka kirgizib qo'ya olishi mumkin. Ammo haqqoniyat har vaqt g'olib keladi dedi. Shuningdek Xitoy hukumatining bu xil oshkora shakl olgan hamda Uyg'urlarni nishon qilgan bostirish harakatini har qancha qilma dunyodan yo'shirib qololmaydiganligini alohida ta'kidladi. Xitoylarning lagerlar haqidagi maxfiy hujjatlari qatorida oshkorlangan Chaqiliq noyisiga oid bir sud hukmi haqida elib borgan aniqlashlar davomida mahkum Nabi Xo'ja Ahmadga chetilib jami 82 kishining kesilib ketganligi oshkorlandi. Nabi Xo'ja Ahmadning shahvoniy filmlarini ko'rsatmaslik to'g'risidagi axloq tarbiyasini anglaganligi uchun to'plashib jamiyat tartibini buzish ve devletni parçalashga urinish jinoyati bilan ayblangan bu mahkumlar oldi 10 yil, orqasi 5 yil 6 oylikdan kesilgan. Erkin Osiyo radiosunun xabar qilishicha, orliqda 2 nafar ayolmi bor bo'lgan 82 kishi qonunsiz tabliq anglash ve devletni parçalashga urinish bilan ayblanib, oldi 10 yil, orqasi 5 yil 6 oylik kesilgan. Indoneziyadagi eng chong ikki musulmon tashkilot dushanba kuni Xitoyni Uyg'ur musulmonlarga ilib berilayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklarini to'xtatishga chaqirdi. Muhammadiya nomli tashkilot e'lon qilgan bayonotda Xitoy hukumati Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq tajovuzchiliklarining sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar to'xtatish kerak dedi. Amerikaning Indoneziyadagi bosh elchisining 2 oy burun bu ikki tashkilotning rahbari bilan ko'rishib, ularni Uyg'urlar uchun gap qilishga chaqirganligi bildirildi. Xabar qilinishicha, Xitoy Indoneziya diniy sohasi va axborot sohasini Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarining tarbiyalash markazlari ekanligiga ishontirish uchun tashviqot elib berayotgan bo'lib, mazkur tashkilotlar Xitoydan yordam qabul qilganligini rad qilgan. Amerika Avam Palatasi hukumatning Huawei'ni o'z ichiga olgan davlat bexatarligi tahdid soladigan Xitoy shirkatlarining mahsulotlarini sotib olishni cheklash tashabbus qilingan bir qaror loyihasini ma'qulladi. Bu qonun loyihasi bu hafta Kengash Palatasining ovoz berishiga suniladi. Bu yil 5-oyda Amerika Huawei'ni davlat bexatarligi tahdid yetkazadigan shirkatlar tizimligiga kirgizgan edi. Loyihada yana kichik telegraf shirkatlarining gumonliq uskunalarini qo'llanishdan saqlanish uchun yordam berish tilga ilingan. 2 yil burun suvi qo'yib bergan va sinaq yurishi elib berilayotgan aviamatkaga Shandong nomi berildi. Xitoy Markaziy televiziya qonunining xabar qilishicha, Xi Jinpingning qatnashishi bilan Xaynan o'lkasining Sanya shahrida o'tkazilgan marosimda bu aviamatka Xitoy xalq ozodlik armiyasiga topshirib berilgan. Bu Xitoy ishlab chiqargan tunji aviamatkaning rasmiy ishlatilishi hisoblanadi. NATO bu yillik yig'inda tunji qitim Xitoy tahdidini muzokara qilgan edi. Pakistanning sobiq prezidenti Musharrafga davlatga xiyonat qilish jinoyati bilan o'lim jazosi berildi. Islomobodda ochilgan sudda 1999-yili harbiy o'zgarish bilan taxtga chiqqan 2008-yilgacha huquq tutgan Musharrafga o'lim jazosi berildi. Musharraf 2007-yili vazifa muddati to'shqanda istifa berishni rad qilgan va o'qituvchilarning qarshilik qarta asos qonunni vaqtli to'xtatib jiddiy holat e'lon qilgan edi.